Tezkor xabar. O'zbekistonda yonilg'i zaxirasi bo'yicha muhim bayonot yangradi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. So'nggi kunlarda benzin va boshqa yonilg'i mahsulotlari atrofida ko'plab savollar paydo bo'lmoqda. Xo'sh, O'zbekistonda mavjud zaxiralar qancha vaqtga yetadi? Bu haqida rasmiylar qanday ma'lumot berdi? Hozir shu haqida bilib olasiz. Eng muhim tafsilotlarni o'tkazib yubormaslik uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Agar mamlakatimizdagi dolzarb yangiliklarni birinchi bo'lib bilib borishni istasangiz, videoni like qiling va kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat qiling, Energetika vazirining birinchi o'rinbosari Umid Mamadaminowning ma'lum qilishicha, ayni paytda O'zbekistonda neft mahsulotlari zaxirasi kamida 2-3 oylik ehtiyojni qoplash uchun yetarli. Uning ta'kidlashicha, bugungi geosiyosiy vaziyatda nafaqat yonilg'i zaxirasini shakllantirish, balki uni ishlab chiqaruvchi korxonalarni rivojlantirish ham strategik ahamiyatga ega. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda bir yilda 1.200.000 tonnadan ortiq neft mahsulotlari ishlab chiqariladi. Bundan tashqari, xususiy tadbirkorlar tomonidan xorijdan yana 600-700 ming tonna mahsulot import qilinib, ichki bozor talabi qondirilmoqda. Shuningdek, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari ham oldindan rejalashtirilgan. Yonilg'i zaxiralari yaratilgan bo'lib, ta'minot, logistika, elektr va gaz tizimi bo'yicha har hafta maxsus yig'ilishlar o'tkazilmoqda. Mutasaddining aytishicha, kuz-qish mavsumida ishlaydigan maxsus brigadalar va zarur zaxiralar bo'yicha ham barcha hisob-kitoblar tayyor. Shu sababli mavsumni uzilishlarsiz o'tkazish rejalashtirilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq mamlakatda dekabr va yanvar oylari uchun 120 ming tonna avtobenzin zaxirasini shakllantirish rejalashtirilgani haqida xabar berilgan edi. Bugungi xabarimiz shu yerda yakunlandi. Videoni ulashishni, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.